O'rta Osiyoda emas, Yevroaziyada bitta bo'lgan uyg'urlar mol. Ayrimsek kafesiga kelganmiz. Qaysi oylarda baliq yesa bo'ladi? Faqat kommentariy to'g'risi yozing. Hozir men bitta ma'lumotni eshitdim. Sentyabr, oktyabr, ya'ni oxirida bitta R harfi bo'lishgan, ya'ni riba harfi, riba deyapti. Shu oylarda baliq yesa foydali deyapti. Shu rostmi, yolg'onmi? Masalan, mana iyullarda mana R harfi yo'q. Yoz oyida, ya'ni sovuq havoda baliq shunaqa zo'r ketadi ekan. Biz hozir Ayrimsek kafesiga kelganmiz. Bilasizlar, Yevroaziyada emas, O'rta Osiyoda bitta bo'lgan chiroyli bir oshna og'aylar bilan o'tirib kelsanglar bo'ladi. Bu joyimiz lokatsiyasi, mana hokimiyat, ko'ryapsizlar. Bu da orqamizda mana tank bor, mana tank. Mana bu tomondan kelsangiz ham bo'ladi, bu lestnitsa bilan ham tushsa bo'ladi. Ya'ni bu bog'ning o'rtasida joylashgan. Buni orqa tomonida detskiy bog'lar ham bor. Yozda kelib, mazza qilib salqin bolalar bilan dam olib kelsangiz ham bo'ladi. Bu tomonimizdan ham kelsangiz, lestnitsadan ham kelsangiz bo'ladi. Bu joyda to'lqa lamon, baliq emas, shashlik, boshqa hamma milliy taomlar bor. Kelib, bemalol. Bundan tashqari mana ko'ryapsizlar, bu yerda ikkita bo'z uy bor. Bemalol shu odamlar bilan kelib, mehmonlaringiz bilan, jo'ralar bilan, oshnalarga kelib, shu yerlarda ziyofatlarni o'tkazib ketsangiz bo'ladi. Ichkarida mana kabinalarimiz bor. Kabinalardan bemalol oilaviy kelib, pardani yopib, bemalol ichkarida maza qilib ovqatlanib ketsangiz bo'ladi. Bu joyimizda baliqni turlari bor. Kelib, maza qilib, oshna-og'aylar bilan yeb ketinglar. Bu videoda 100 marta ko'rgandan ko'ra 1 marta kelib yeb ketinglar.